Qaranglar, hovlisini zelon zonasi rosa chiroyli chiqibdi. 2-3 sotuvliklarning narxiga men hozir 4 sotuv hovli taklif qilaman sizlarga. Bu mahallada aniq ayta olaman, bunaqa narx yo'q bo'lsa kerak. Yo'q deb aniq aytsam ham bo'ladi, chunki 4 sotuv maydondagi hovlini 277 ming taklif qilyaptilar. Yangi hovli. Darvozadan kiraverish, yana bitta katta plyuslaridan полностью uyi yon tarafi va orqalari bundoq yo'lak bilan o'ralganda, yo'lak tashab ketilgan, havolantirish uchun zo'r решение qilgan ekanlar. Bu yoqda podnavs o'tiradigan joy, yozgi oshxonasi. Hop, bu yoq yo'lga keladigan bo'lsa, bitta sanuzol, prachka va kotelning xonasi joylashgan. Hop, uyimizning ichidan qisqacha ko'rsataman. 4 sotuv 250 kvadratga yaqin dedilar. Yangi hovli, rosa ham uyutma ekan. Remontlari ham zo'r chiqqan. Kirishimiz mana shunaqa prixojiy, ko'rsatiladi, mebellar qilingan. Kattagina zal qismi, bu yoqda maza qilib mягкий zona, bu yoqni bo'lsa stol zona qilsangiz bo'ladi. Panoramli oynalarni qaranglar, shunaqa vid beryapti. Yomg'ir qorlarda yaxshi mazza bo'lsa kerak. Xo'p, dash yursak, oshxona qismi, oshxonasi ham katta qilingan. Qarang. Bu yoq ostrov, stol ham qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqda bitta общий sanuzol va bitta spalniy xonamiz. Ikkinchi etajda chiqishimizda prixojiy, undan keyin 3 ta xonamiz bo'lyapti va bitta общий sanuzol. Har bitta xona o'ziga yarasha chiroyli. Juda ham shinam chiqqan uyimiz. Orientir katta Hasanboy yoshlik sport kompleksi. 4 sotuv 277 ming start. Ozgina not beraman deyaptilar. Bemalol любой payt kelib ko'rsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Videoni tanishtirib qo'yinglar. Bizdan kuzatishda davom etinglar.